Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidullo Shobiringiz, Andijon viloyati Marhamat tumani qo'y bozoridan qo'ylarni uxlasa ko'proq kuzatishga harakat qilamiz. Bu videoda ham oxirigacha kuzatib bo'ldi. Videoga like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqdan boshlashni so'raymiz. Bugun hafta kuniga yakshanba sanamiz 21-iyun 2026-yil. Dolarcha ko'proq ko'rsatamiz. Oxirigacha kuzatib borasizlar, aniq qilib ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Like taymaysizlar. Telegram kanalimiz bor, chorva narxlari deb yozsangiz chiqadi. Qora otni rasm bor. Kirillcha yozmaysizlar, lotincha yozsangiz chiqadi. Axtarmoqchi bo'lsangiz, shunaqa qilib yozsangiz, lotin yozuvda chiziqcha qo'yib o'rtasiga yozsangiz chiqadi. Topa olmasangiz, kommentariyga silkani tashlab qo'yamiz. O'sha silkani bosib o'tsangiz bo'ladi. Bu kanalni topgandan keyin mayga tashlasangiz bizga tushadi. Biz betiga tashlab qo'yamiz. Oz-oz pulli tashlashimiz. Bunda 2000 tadan oshiq odam bor. Har bitta mol boshiga 5000 so'm, ko'p emas, arzon. Qaytarib tashlashimiz ham pullik. Bitta ikkita bo'lsa, shunaqa 5-6 ming, 5000 dan. Soni ko'payib ketsa, kelishiladi. Dollarcha ko'proq dehqonchilik ham, tirikchilik ham oz-oz pullik. O'zbekiston bo'ylab aytgan joylardan tashlab beraverasizlar, bemalol tashlab beramiz. Qilmasam boshlardik. Shu qo'y sotildimi degandek qilish. Sotildimi bu qo'y? Sotildimi? Shulardan boshladik. Bunaqalarni xaridori ko'p. Aka, bu qo'ylarni nech bilan beryapsiz? Savdosi bo'lyaptimi? Nech bilan savdosi bo'lyapti? 6 milliondan beraman. Qo'ptimiga ham, donagami? Donasi 6 million. Donaga. Bular qisirgami yoki Bo'g'oz. bo'g'oz necha oylik bu? 2 oylik bo'ldi. Ha, bir oyda tug'adigan ham. Hammasi bo'g'oz. Yoshlaricha aka? 2 yosh. Yoshlari kattasi yo'q. 2 yosh, 3 yoshli qo'ylar 6 milliondan donaga optimaga olaman desachi, nech million hisob chiqaradi? Shu optimaga qildi 6 million. Ha, donaga deyapsiz. Optimaga hammasiga ekan, 6 milliondan akamizdan olsa 6 milliondan savdosi bo'lgan bo'g'oz qo'ylar hammasi deyilyapti. Soni endi bu yerda bo'lyapti 6 tayu, yoqda ham 7 ta. 13 ta ekan. Qiziqqanlarga nomer aytilmaydimi? Yozing 77 lik. 77 lik. 012 0177. O'yin bo'ladi qo'ylar. Shunaqa qo'ylar. Telegram WhatsApplar bor. Manzil qayda? Chilon. Marhamatga qaraydimi? Marhamat Chinolda qiziqqanlariga shunaqa qo'ylar bo'g'ozlar doim bo'ladi. Chinor emas, Chilon. Ashida endi xullas eshitdi. Nechtaga qilib beraverasiz? Nechta bo'lsa qilib beraveraman? 5-6 ta, 10 ta, 20 ta bo'ladi. Telefon qilishni. Mana qo'ylarni. Mayta yana qo'ylar bor ekan, qorada turgan qo'ylar. Lekin sizdan qo'ylar? Nech bilan savdosi bo'lyapti? Savdosi aka 6,5 milliondan bo'lyapti. Donaga. 6,700 Optimagacha hammasini olaman degan, ko'proq olaman degangacha. Aka optimaga 62 dan bermaymiz. 62 dan bo'ldi savdosi. Hammasi bo'g'ozmi? Hammasi bo'g'oz, gumon. Bo'g'ozi ham bor. Qo'chqor bilan yurgan, bo'g'ozi bor. Bo'g'ozi ham bor, gumoni ham bor. Qo'chqor ichida yurgan, yoshlaricha aka. Yoshlari aka 2 yoshlardan 6 yoshlargacha. Yosh kattasi kamroq. Ha, 2 ta yosh kattasi. 2 ta yosh kattasi 6 yoshli bor, qolgani 2 yosh, 3 yosh, 4 yoshli qo'ylar ekan. 62 dan optimaga savdosi bo'lgan, 67 dan donaga savdosi bo'lyapti. Qiziqqanlarga kelishlarmi, telefon qilishsinmi? Nomerni ayting. Sizlar nomeringizni ayting. 88 lik 162 0085 doim bo'ladi. Qo'ylar asosan bo'g'oz qo'ylar, qisir qo'ylar bo'ladi. Telegram, WhatsApplar bor. Dastavkalar ham iloji bor, ha? Manzil qayda? Sheda, marhamatda, aloqa chiqasizlar. Zohidus. Qiziqqanlar aloqa chiqasizlar, marhamat akalar, savdogarlar uylari, qon qo'ylar, badanlari hammasi emas, endi bular zotli, chiroyli qo'ylar. Sizlardan qo'ylar? Nech bilan savdosi bo'lyapti-ku? 36, 10. Bularchi? 37. Qo'shqarsa ola bo'ladi. Urg'och. Mo'la urg'och, ha? Ipi bolalar urg'ochi. Bular 37 dan bermayapti. O'zbekistonning qo'ylarini kelmagani aytib betdan. O'zbekistonning qo'ylari. Nomer aytlammi qiziqqanlarga? Nomer aytasizlarmi? Aytavering. 91 lik 600 36 69 ga telefon qilsanglar yoki Telegram WhatsApp yozsang bo'laveradi. Telegram WhatsAppda manzil qayda? Qoraqo'rg'on, marhamatda. Ipi bollari, bo'ynida ipi bollar sog'liq ekan. Qolgani qo'chqar. Ash sog'liqda 37 ga savdosi bo'lgan, berilmadi deyildi. Rahmat. Sotildimi? Nech pulga bermadingiz?
Bolasi qo'chqar sog'liq. Qo'chqar. 4 million 100 ming so'm. Yosh qanaqa ekan? 2 yashar. Bu shaqi bor qo'ydalangan-da. Mangoliya. Mangolmi? Ha, parodasi boshqacha ekan. Mangol shaqi boridan. Mangol. Dumi ham. Dumbasimi bor ekan. Qiziqqanga nomer aytilmaydimi? Shunaqasini so'raganlarga. Nomer aytilmaydimi qiziqqanlarga? Ayyo, mashina sotib ketadi. Bo'laveradi. So'rab qo'yamizda. Qo'zilar nech puldan ekan? Qo'zilaringiz nech puldan? Ya kichiklar. Ikkitasiga 6,5 million savdosi bo'lgan ekan. Kichiklardi. Qo'chqar sog'liq. Kichiklar. Yo'qsan qo'shgan. Ikki hammasi qo'chqar shekilli edi. Yo'q, ikkita sog'lar bor. Sog'liqlar qaysi? Bu qora bilan. Bu qora bilan o'nashi. Sog'liqlarni nech pul bermayapsiz? 7,5 deyapsiz. Savdosichi bo'ldimi? Yo'q. 7da pastda bo'ladi. Telefon qo'shilsa kelishlardi. Nomerni ayting. 88 de. 514 0101. Bitta 10 ta terok doim bo'ladi. Telegram WhatsApplar bormi? Bor. Bu kattani nech pul bermadingiz? Ha, sotildimi? Yo'q, sotmadi. Nech pul bermadingiz? Savdosi mana. Tekson bormi? So'ysa bo'ladi? Yo'q. Faqat yana. Faqat yana. Rahmat. Qo'ylar rostdan ketaveramiz. Qo'ylar bu yerga ko'p chiqadi, to'g'risi. Keyin bu yerda qo'ylarga bu bozorda qo'y bozoriga qiziqadilar ko'p. Chunki qo'y ko'p, arzonroq chiqadi adashmasam. Nech puldan bo'lyapti savdolari? Nechtasiga? Hammasiga. To'rttasiga mavlar ekan-a? Sog'liq. Sog'liqmi qo'chqarmi bular? Bular. Qo'chqarmi? Savdosi bo'ldimi aka? Ha? Nech puldan bermayapsiz? 68, 70 Ularning hammasini bolasi yo'q, bittasini olasan. Bolasi nima buni, tog'a? Urg'ochi. Yo to'g'risini qo'ying, maza qilib yotibsiz. Qolgani bo'g'ozmi, qisirmi? Mana bu bo'g'oz, qolganlar qisir. Xo'p, bittasini bolasi bor, bittasini qonida bolasi bor. Bunisini. Bu bo'g'ozni nechga bermadingiz? 7 ga. 7 ga. Yoshlari qanaqa bular, tog'a? 3 yoshli qo'ylar, ha? Qisirlarda endi yoshichi, qisirlar. 2 yashar bu. 2 yosh ekanda. Qiziqqanlarga nomer aytilaveradi. Nomer aytiladimi qiziqqanlarga, tog'a? 94lik. 94lik. 374 24 78. Doim bo'ladi, qo'ylar. Bo'ladi. Qo'chqar ham sizdanmi? Nech pul bermadingiz, tog'a? 10 ga bermadim. 10 millionga. Rahmat ol. Qo'shlar chiroqlar ekan. Qo'zlar qo'chqarmi, sog'liqmi? Qo'chqar aka qolganlar sog'liq. Bitta qo'chqar, 4 ta sog'liq. Nech puldan bermadingiz? Men videoga olyapman. Bermaganingizni aytib ko'ring. Ha? 31 ga bermadim. 31, 3 million 100 ga bunisini bermagan. Qolganini-chi? 25. Dadroqda bo'lyapti. 2 million 500 dan sog'liqlarning savdosi bo'lgan. 4 tasi qo'chqar, to'g'rilasiga 10 million so'm. Qo'chqariga 3 million 100 ming so'm. Sog'liqlar to'g'rilasini olaman deganga nech puldan beraverasiz? Bo'ladigan aytib qo'yish iloji bormi? 10 millionga berasizmi, to'g'rilasini? 10 millionga berasizmi? Qo'shganga sotasizmi? Qancha qo'shiladi? Aytib qo'yingchi. 100 ming, 200 ming. 100 ming atrofida bo'lsa, kelishiladi. Nomer aytiladimi? Nomer aytiladimi? Aytilmaydimi? Qo'shlar qo'chqarmi, sog'liqmi aka? Nech puldan savdosi bo'lyapti? Qo'chqarmi, sog'liqmi? Sog'lig'i 3 million 800 dan bo'lyapti. Bu kattalar ham sog'liqmi? Qashlar sog'liq. Bundan boshlanam alohida ekanda o'zi. Shular sog'liq 3 million 700 dan dedingizmi? Qo'chqarlarni hech pul bermadingiz? 4 million beramiz. 4 milliondan, ha? Ha, 100 ham bor. 4 million 100 dan qo'chqarlar. 3 million 700 dan sog'liqlar. Nomer aytilmaydimi? Qo'zilardan hech puldan bermadinglar? Nech pulga sotdingiz? 4,5. Qo'chqarmi, sog'liqmi bular? Qo'chqar sog'liq. Biri qo'chqar, biri sog'liq. 4 million 500 ga baraka bo'pti.
Birogasini bersin. Qo'lma siznikichi nechi? Ikkalasi ham qo'shib. Ikkalasi ham qo'shgan nechi pulga bermadingiz? 28 25 ga? Kattasi 28, kichkinasi 25 ga savdosi. 22. Ha, 22 deyapsizmi? 22. Ikkalasi ham qo'shgan. Qo'y ko'p bo'ladimi? Qo'y ko'p bo'ladimi? Doim bo'ladimi qo'ylaringiz? Ha, shu dehqonchilikmi? Xalaris, like-daymi? Like bosib qo'ying. Rahmat, sog' bo'ling. Aka, bular savdosi nechi pul sizdan emasmi? Zo'rda, nechi pul berasiz? Falon. 38 Qaysi birini? Qolganini-chi? 3,5. Sog'limi qo'chqarmi bular? Hammasi qo'chqar, 3,5 dan kichkinlarini, kattasini 3,800,000 savdosi bo'lgan. Ha? Zohid o'z. Zohid o'z. Ya bo'ldi, siz chiqarinmi? Necha bundan bo'lyapti savdosi? Qo'ylar. Savdosi bo'ldimi? O'rtachasini aytib qo'ying. 3,400,000 dan bo'lyapti. Hammasi qo'chqar, ha? Hammasi qo'chqar, 3,400,000 atrofida bo'layotgan qo'ylar chiroyli ekan. Nimalari bor. Yoshlari 4 oy, 5 oylik qo'zilar bo'lsa kerak. Rahmat. Qo'chqarlar, yana qo'ylar. Endi bu yerda semiz qo'ylar. Go'shtlarni qo'chqarlarni. Necha bermazlarga qo'chqardi? 56. Taxmin ekan-a? Kuragi bormi? Tishi bor-a? Ikki tish bo'lsa kerak, kuragi bor deyilyapti. 5,600,000 so'm savdosi bo'lgan. Taxminiy живой necha chiqar ekan? Bir taxmin qilingchi, qo'y vaqtisiz tushunarsiz, yozmasiz. 50 kilo. Turishiga 55 bilan 60 atrofida bo'lsa kerak. Tushunmasak akamiz. 55 dan. Sizlardan qo'shqanlar? Necha puldan savdosi bo'lyapti aka bular? 6,5 qo'yishdi. Nechtasini? Kiloga ham savdosi bo'ldimi? Kiloga yo'q bo'lmadi. Qasash 6,5 ko'rsatib qo'yildi. $6,5 so'm hozircha bittaning savdosi bo'lgan. Shuni o'zini bo'lgan ekan. 80 kilo keladimi? Acha atrofda? Saysan atrofida. Qiziqqanlarga nomer aytilmadimi? 50 505 03 71 dehqonchilik. Dolasi bo'lib turadi. Shunaqa qo'shqanlari uydan olishaveramiz qiziqqanlar. Uyda ham bor. Yana bor. Qiziqqanlarga uyda ham bor. Bo'ladi, dehqonchilik. Kiloga ham sotilaveradi. Necha puldan kiloga sotilaveradi? Kami bor qilib ayting. Kiloga qanchadan dedi? Endi 85 dan 84 dan baho aytishyapti ishonmasam. Shunaqa qilyapti kiloga. 80 dan ham sotilyapti. Endi men siz tomon, yoq tomon bo'lmay kelishiladi. Kelishiladi. Qo'ylar savdosi bo'ldimi aka? Necha puldan bermadingiz? 55 dan. Optimiganmi? Hammasini. Hammasi baxim ekan-a? Yoshlaricha aka bulardi. Ikki tish bormi? Shu ikkalasi qo'zi, qolganida tishi bor. 5,500,000 dan savdosi bo'lgan. Rahma qo'chqar qiziqqanlarga. Rahmalari doim bo'ladi shunaqalar. Mesniga bular? O'zbekistonda o'zimiz mesni qo'yladi. Bularda tishi bor. Men taxminiy veslar necha kilo ekan shu o'yi? Qanday bilmaysizmi? Jo'yiga bilmaysiz ekan. Yo'q, bilmaysiz ekan. Chekataroq bilmaysiz ekan. Nomer aytmaysizmi? Nomer aytilmaydimi qiziqqanlarga? Aytavering aka. 94lik 94lik 9 3-9 21 09. 2109. Asosan bunaqalarda baxmalarda to'g'risi xadori ko'proq, shuning uchun nomer aniq qilinyapti. Telegram WhatsApplar bor. Kelishingizda dastlabki qilib beraveramiz. Kelishaveradi. Manzil qayda aka? Sho'rqishloq. Marhamatga qaraydimi? Marhamat, Sho'rqishloq. Baxma qo'chqar qiziq bo'lsa, telefon qilaverasizlar. 5,600,000 danmi savdosi bo'lgan deydi. Endi oxirlab qo'ygan uchun bozor chiroyliroq. Chiqarib qo'yib Qo'ylar necha puldan bermadingiz?
Qo'ylarni hech kimga bermadingiz. Bular 5 dan bermadi. Kattalarini, ha? Kattalarni. Ikkalasini Kichkinalarni-chi? Kichkinalarni 4 dan. Bo'g'oz qisir. Boladan ajragan. Hammasi. Kichkinalari 4 milliondan savdosi bo'lgan, kattalari 5 dan savdosi bo'lgan, ha? Etlar yaxshi. Yoshlari-chi bularni? 4 yosh bilan 5 yosh atrofida qo'ylar. Qo'yga qo'ysa bo'laveradi hozir ham bularni. Qisirga ham baxsi bo'lar. Bo'lsangiz ekan. Nomeratlarni qiziqqanlarga aytavering aka. 88lik 631 03 97. Telegram, WhatsApp, imo. Bor. Manzil qayda? Kullada. Kullada. Buloq boshida. Aloqaga chiqasiz. Qaysi biriga bo'lyapti o'g'il? Nech pul berishdi? 4 million 400. Boladan ajragan-a? Qo'chqar. Qo'chqarmi? Qo'chqarmi? Enadan ajragan. Kulishdilar, kulmaslik iloji yo'q endi. Kulishyapti. Bular-chi, tog'a? Bular-chi, arashdi endi bir anaqasi ham turibdi. Uchoviga 11 ming. Uchoviga 11 million savdosi bo'ldi. Bular qo'chqarmi bular ham? Hammasi qo'chqar ekanda. Endi qo'yni bilish qiyin, shuning uchun adashyapti odam. 11 million so'm bularga savdosi bo'lgan, narigini hozir savdosini ko'rdilar. Buni menimcha chishi bo'lsa kerak, qo'zi ekan bu ham. Ikkacha. Ikkachi bo'ldimi? Bo'lgan ekan. Rahmat tog'a, ho'sh 100 mingmi so'm? 100 mingmi? Bo'laveradi tog'a, xudo xolasa. 100 ming so'm tashiydigan paytlar ham kelib qoladi. Hozir lekin yo'q tog'a. O'zimizdan ekan. Nomerda aytsangiz xudo xolasa telefon qilishadi tog'a. Uyda bo'lsa tog'a ham aytib bering nomerda. Rahmat, sog' bo'ling tog'a. Bozoringiz bersin. Egizakchi nech pul bo'ldi? Nech pul? 10 million 500. Bolalar nima ekan? Yoshichi? Yoshi anomat. 3-bolasi. 3-bolasiga biri qo'chqar, biri sog'liq. 10 million 500 mingga baraka bo'ldi. Barakasini bersin. Sog' bo'ling. To'lasa bozorimiz ham oxirladi. Oxirigacha ko'rib like tayyorlaganlarga rahmat deymiz. Like-ni bosaverasizlar. Harakatdan bo'lsa biz ham to'xtamaymiz, sizlar ham to'xtamanglar.